Assalomu alaykum muhtaram azizlar, aziz jamoat. Alloh taolo ro'za tutmoqlikni farz qilgan Ramazon oyini hammalarimizga barakotli qildi. Alhamdulillah. Rasulimiz alayhissalatu vassalom Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Ramazonning oxirgi 10 kunliklarida Rasulullohning ibodatga bo'lgan shiddatlari ziyoda bo'lardi deb u zotni fe'llaridan xabar berdilar. Bizlar ham Ramazonning oxirgi 10 kunligida toqatimiz yetganicha toat qildik, ibodat qildik. Rasulimiz alayhissalatu vassalomga salatu salom bo'lsin va Ramazon oyida qilgan barcha ibodatlarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bizlar bilan qiyomat kunida Parvardigor olam rahmating bilan ularni hisob qilib jannatingda birga bo'lish baxtiga muyassar qilgin. Parvardigor o'rtalarimizni ajratib qo'ymagin. Qiyomat kunida payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning havzlarida ular bilan birga uchrashmoqlik baxtini nasib aylagin. Robbana atina ma wa'adtana ala rusulika va la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rohimin. Alloh akbar.